Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Shavkat Mirziyoyev 1-mayga qadar navbatda kutib turganlarning barchasi avtomobilini oladi. Andijondagi sharmandaliklar davom etadi. UzAuto Motors avtomobillari uchun oldindan to'lov miqdori 50% gacha pasaytirildi. Rossiyada ishlash istagida bo'lganlar uchun muhim ma'lumot e'lon qilindi. Toshkentda kuyov to'yi kuni bedarak yo'qoldi. Diqqat! Ramzan Qodirov Zelenskiy mamlakatni tark etgan deputatlarga qaytishi uchun 24 soat muhlat berdi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. Rossiyada ishlash istagida bo'lganlar uchun muhim ma'lumot e'lon qilindi. Federatsiyaning salohiyatli ish beruvchilari tomonidan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlari, Moskva, Amur, Kursk viloyatlarida O'zbekiston fuqarolari uchun qurilish sohasining 60 dan ortiq yo'nalishlari bo'yicha bo'sh ish o'rinlari taklif qilinadi. Fuqarolar nomiga Rossiya Federatsiyasida ishlash huquqini beruvchi patent hujjatlarining aksariyati O'zbekistonda rasmiylashtiriladi. Nomzodlar uchun xorijga chiqish pasportlarini tezlashtirilgan tartibda tayyorlab berish ta'minlanadi. Oylik maosh ish hajmiga qarab 40 ming rubldan boshlanadi. Tanlov vaqti 15 fevral Qashqadaryo viloyatida, 16 fevral Buxoro viloyatida, 17 fevral Xorazm viloyatida, 18 fevral Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib o'tadi. Inomarkalar uchun rastamoshka 2 baravarga pasaytiriladi. Hukumatga 3 kun ichida import avtomobillari uchun rastamoshkani 2 baravarga pasaytirish bo'yicha qaror loyihasini kiritish topshirig'i berildi. Toshkentda kuyov to'yi kuni bedarak yo'qoldi. Toshkentlik 1997-yilda tug'ilgan Abbosxon Ahrorxo'jayevich G'ulomov 12 fevral kuni Uchtepa tumani 15-kvartalda joylashgan uyidan chiqib ketib bedarak yo'qolgan. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kuni yigitning to'yi bo'lishi kerak edi. Belgilari: bo'yi 175-180 cm, sochlari qora, ko'zoynak taqadi, kiyimlari qora kepka, qora charm, kurtka, qora jinsi. Hurmatli fuqarolar, agar sizda yuqoridagi shaxsning turar joylari to'g'risida ma'lumot bo'lsa, eng yaqin ichki ishlar bo'limiga yoki 102 raqami orqali xabar berishingizni so'raymiz, deyiladi Ichki ishlar bo'limi boshqarmasi xabarida. UzAuto Motors avtomobillari uchun oldindan to'lov miqdori 50% gacha pasaytirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev huzurida mashinasozlik sanoatida amalga oshirilayotgan ishlar va 2022-yildagi ustuvor vazifalar muhokamasida bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tmoqda. Bu haqda Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Mirziyoyev sohaga mas'ul O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati raisi Umrzoqovga ishlab chiqarishni oshirish va aholi talabini to'liq qondirish bo'yicha tinimsiz ishlash shart ekanligi ta'kidlangan. Shuningdek, jahonda mikrochiplar ishlab chiqarish va xalqaro logistika bilan bog'liq muammolardan kelib chiqib, yangi yondashuv va yechimlar topish zarur ekani va mashinasozlik tarmog'i sanoatning driver sohalaridan biri bo'lishi kerakligi aytib o'tilgan. Bu borada 5 yillik taraqqiyot strategiyasida avtomobil ishlab chiqarishni 1.4 baravarga, eksportni esa 2 baravarga oshirish belgilanganligi sababli joriy yilning 1-may kuniga qadar avtomobil xarididagi navbatlarni to'liq bartaraf etish, UzAuto Motors avtomobillari uchun oldindan to'lov miqdori 85% dan 50% gacha pasaytirilish vazifasi qo'yildi. Shuningdek, Umrzoqov zimmasiga bir hafta muddatda avtomobil savdosida ochiq-oshkora va inson omilidan xoli tizimni yo'lga qo'yib, sun'iy navbatlar va korrupsion holatlarni yo'q qilish uchun shaxsiy javobgarlik yuklandi. Diqqat! Ramzan Qodirov Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni qaytarilmas oqibatlarga yo'l qo'ymaslik uchun Minsk kelishuvlarini bajarishga chaqirdi. Prezident Vladimir Putin va Rossiya xalqlari urushni istamaydi. Biz bu dahshatli so'zning ma'nosini o'zimizdan bilamiz. Ehtiyot bo'ling, janob Zelenskiy, dedi Qodirov. 1-iyulgacha O'zavtosanoatning 3 ta korxonasini sotuvga chiqariladi. Endi mashinasozlik tarmog'ini sanoat klasteri usulida rivojlantiramiz. Buning uchun yetarli imkoniyat va salohiyatimiz bor, dedi prezident. Avvalambor ilm-fanga asoslanib, injiniring, butlovchi qismlar, tayyor mahsulot va savdo servis, yaxlit zanjirlarini yaratish kerak. Bunda 8 ta yirik mashinasozlik korxonasi, butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi 300 dan ziyod korxona, moliya, logistika, ichki va tashqi bozorlar
shaharlardagi savdo va servis tarmog'i, Turin politexnika va Andijon mashinasozlik institutlari faoliyatini qamrab olish zarur. Buning natijasida milliy mashinasozlik klasteri tashkil etiladi. 2 oy muddatda ushbu klasterni tashkil etish dasturini kiritish topshirildi. Klasterga xorijiy investorlar va xususiy sektorlarni jalb qilish uchun shart-sharoitlar yaratiladi. Bu borada 1-iyulga qadar O'zavtosanoatning 3 ta korxonasini sotuvga chiqarishga ko'rsatma berildi. Andijondagi sharmandaliklar davom etadi. Deputatlarni majlisga majburan olib kelish uchun Ichki ishlar bo'limi xodimlari jo'natildi. 14-fevral kuni Andijon viloyati Andijon tumani hokimligi mansabdorlaridan biri Ichki ishlar bo'limi xodimlarini tuman kengashi deputati Sardor Qosimovni apparat yig'ilishga kelmagani uchun uning ota-onasi yashayotgan uyga uni majburiy keltirish uchun yuborildi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, Sardor Qosimovning uyiga ichki ishlar xodimlarining borishi ortidan deputatning onasini kutilmaganda qon bosimi ko'tarilib ketgan. Deputat ichki ishlar bo'limi xodimlari qonunga zid bo'lsa ham buyruqni bajarishni tanqid qilgan. Uning ta'kidlashicha, apparat yig'ilishi Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov tomonidan o'tkazilib, viloyat hokimi negadir deputatlarni yo'qlab qolgan va kelmagan deputatlar qidirilgan. Ijro hokimiyati apparati majlisda deputatlarning majburiy ishtirok etishi hech qayerda ko'rsatilmagan. Demak, kengashlarga qonunlarni tan olmaydigan feodal hokimlar bosh bo'lishda davom etarkan, bunaqa sharmandaliklar ko'p davom etadi va bizga kuchli fuqarolik jamiyatni qurish orzu bo'lib qolaveradi, dedi deputat. Hech kimga sir emaski, Andijonda qonun buzilish holati birinchi marotaba bo'layotgani yo'q. Bungacha viloyatning ko'plab maktablarida o'qituvchilar yarim kechasigacha qolib, turli xil tadbirlarda qatnashishni talab qilayotganliklari ma'lum bo'lgan. Bundan tashqari, Asaka tumanida shaxsan viloyat hokimining topshirig'i bilan 10 kunga yaqin ko'p yillik daraxt kesib tashlanganligi aytilgandi. Shunday qonunga zid holatlarning eng so'nggisi, eng shov-shuvlisi Marhamat tumanida sodir bo'ldi. 72-maktab o'qituvchilari o'quvchilarning ota-onasidan uzr so'rashga majburlandi. Zelenskiy mamlakatni tark etgan deputatlarga qaytishi uchun 24 soat muhlat berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakatni tark etgan Oliy Rada deputatlarini 20 soat ichida ortga qaytishga chaqirdi. Aks holda davlat ular haqida jiddiy xulosa chiqaradi. Bu haqda mahalliy nashrlar xabar berdi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, ayrim xalq deputatlari o'z qarindoshlari bilan xorijga chiqib ketgan. Ularning mamlakatga qaytishi uchun 24 soat vaqt bor. Menimcha, mamlakatni tark etgan deputatlar 24 soat ichida ortga qaytishi kerak. Aks holda davlat va rahbariyat sifatida barchamiz jiddiy xulosalar chiqaramiz, degan Zelenskiy. Davlat rahbari qaysi partiya deputatlari Ukrainani tark etganiga aniqlik kiritmadi. Uning ta'kidlashicha, rasmiylar o'z namunasi bilan Ukraina xalqiga birdamlik signallarni berishlari lozim. Shuningdek, Zelenskiy yirik ishbilarmonlarning Ukrainani tark etishiga ham izoh berdi. Davlat biznesga ta'sir o'tkaza olmaydi. Menimcha, ular o'z hukmini o'zlari chiqarishgan, dedi prezident. Shavkat Mirziyoyev 1-mayga qadar navbatda kutib turganlarning barchasi avtomobilini oladi. Eng katta narsa 1-mayga qadar avtomobil xarididagi navbatlarni to'liq bartaraf etish shart. Hozirgi aytgan gaplarimni ham e'lon qilgan. Bosh vazir bosh bo'lib komissiya tuzildi. Uylaringga boradi, hech xavotir olmanglar. 1-maygacha mashinalaringni olasizlar. Kelajakda bugungi majlisda eng katta maqsad muddaosi xalqimiz talabidan kelib, mashina chiqarishni ko'paytirish bo'yicha chora-tadbirlar bo'ladi. Shu 10 kun ichida uy-uyiga internet orqali siz palonchi Eshmatova, sizni mashinangiz 10-kuni martda, sizniki 25-kuni, sizniki mayda, sizniki aprelda. Mana shunday desak, bugungi majlisimizda adolatli natija bo'lar ekan, tartib bor ekan O'zbekistonda degan gap.